Qanaqa qilib buni xonada yeymiz? Yo, bo'lmaydi, olib kiring, oyijon bilan birga yeymiz. Qanaqa sana? Yur, ey, tezroq. Men sizdan buni so'ramadim-ku. Keyin ertaga oyijon bilib qolsalar xafa bo'ladilar. Hech narsa qilmaydi, ular ham yosh bo'lishgan, tushunishadi. Yo, bo'lmaydi. Boshimni og'ritmagin, sovuq qolmasin, yeb olaylik. Zafar aka, yo, men yemayman. Yiring, yaxshisi oshxonaga kiraylik. Oyijonni ham chaqirib, hammamiz birga yeymiz. Ha, men berkitib yeyishni yomon ko'raman. Romantikani ham tushunmaysan boru. O'zing romantika qila olmaysiz deb boshimni og'ritarding. Ana endi qilaman deganda Shu romantikami? Bo'ldi, yuring, olib kiring, oyijon bilan hammamiz o'tirib birga yeymiz. O'zinglar yeyvermaysizlarmi, bola? Yo'q, oyijon, siz tomog'imizdan ovqat o'tarmidi? Ana kelin, o'g'limni ko'rdingmi? Qanaqa tarbiya berganman. Bo'lmasa mana shu narsalarni berkitib bemalol sen bilan yesa bo'lardi ichkarida. Ha, oyijon, nimasini aytasiz? Kechirasiz, siz kim bo'lasiz? Men Zafar akani qallig'iman. Nima? Ha, shunaqa. Siz sinlar bo'lsangiz kerak-a? Tushunmadim. Qanaqasiga qallig'i bo'lasiz? Shunaqasiga. O'zingiz kimsiz? Men ayollarimi? Nima? Qanaqa ayoli? U menga uylanaman deb va'da bergandi-ku. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Menga chaqirib bering Zafarni. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Oyijon, qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar akamni qallig'iman deydi. Nima? Ha, hatto oramizda farzandam bor. Nimalar deyapsan, ey qiz? Menga qara. Seni bu yerga kim jo'natdi? Hech kim jo'natgani yo'q. O'zim keldim. Menga Zafar akam chaqirib beringlar, iltimos. Agar Zafar senga kerak bo'lganda, unga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib kelgan bo'lardi. Qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Yolg'on gapirma. Seni maqsading birovni oilasini buzish. To'g'risini aytib yubordi seni. Hech kim yuborgani yo'q. Meni aldab ketdi. O, menga qara. Asabimga tegma. Yana agar bir daqiqa mana shu yerda tursang, militsiya chaqirib topshirib yuboraman.